Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor operativ profilaktik tadbiri doirasida o'tkazilayotgan tezkor tadbirlar bir qator noqonuniy holatlarning oldini olishga asos bo'lyapti. Xususan, Qo'ng'irot tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurashish guruhi tezkor vakillari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 1992-yilda tumanda tug'ilgan shaxs Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangan bo'lsa-da, yana o'sha qing'ir yo'lga kirdi. PA ismli mazkur shaxs 42 yoshli shaxs bilan til biriktirib, o'zlarining turar joyi molxona qismida hech qanday hujjatlarsiz jami bir dona 16 kalibrli 2 stvoli o'qotar ov qurolni noqonuniy ravishda ov qilish maqsadida saqlab kelgan. Mazkur narsalar xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida tekshirib ko'rish maqsadida rasmiylashtirib olindi. Dastlabki tergov harakatlarına göre K adlı şahs yuqoridagi ov qurolini o'zining tanisi bo'lgan Qo'ng'irot rayoni Oltinko'l makon qurolini жасаушы A adlı shaxsdan olganligini ma'lum etgan. Hamda bu holat tasdiqlanib, sol jinoyat ishi bo'yicha A adlı shaxs Jinoyat kodeksining 248 statyasi 3-bo'limi bilan ishga gumon qilinish qatorida qatnashtirilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakati olib borilmoqda.